Allohga shukr, ishimizni bo'ldik. Xudo xolasa endi bu yoqda elektrik ertaga kelib mavlani olib tashlaydi. Qo'ldan kelgancha chaplab qo'ydik. Ichkarida ham blok pitanalarni qo'yib, bu yoqlarni ham chaplab qo'ydik. Domofonni ishlashini bittasini ham tekshirib ko'ramiz. Hop, jetonni ochiladi. Bundan tashqari 6 ta zapas kaliti bor. Burası ham eski rejimi ham bor. Xo'p, dekor o'tiram ustanovka qilib berdik. Mijozimizga 10 dyumli monitordan ikkita ustanovka qilib berdik. Xo'p, monitorimizni sensorli 10 dyumli eng zo'r aytib o'tganimdek primoy translyatsiyasi bor. Tirnoqligini ko'rasizlar. Xudo xolasa mijozimizga topshirdik do'stlar. Kamera domofon xizmatlari kerak bo'lsa, kamerachilar bizga